Shunday qilib desalaring, kastingga taklif qilishdi. Dublyajga va radio boshlovchilikka. Oldin ham aytganman, bolalikdan orzum bo'lgan jurnalist bo'lish. Zamonamizda imkoniyatlar keng bo'lib qoldi. Hozir biz yoshligimizda bunaqa emas edi. Bir qarib qolgan odamdek gapiryapman-ku, lekin конечно bizga nima deydi, jurnalistikaga o'qish kerak, oliy ma'lumotli bo'lish kerak, tudim-sudim ko'p bitta anaqangilar. Bu ushalmas orzudek tuyulgan edi va taklif qilishgan edi. Nega endi yo'q dedim-da. Borib o'zim sinab ko'rdim. Javobi qanaqa chiqishidan qat'iy nazar, bir haftaning ichida siz bilan bog'lanamiz deyishdi. Menga farqi yo'q. Agar o'zimni sinab ko'rmasam, keyin xafa bo'lishim aniq. O'shaning uchun borib ko'rdim. Qanaqa javob berishlaridan qat'iy nazar sizlarga aytaman. Nima deb o'ylaysizlar? To'g'ri qildimmi? Ushalmagan orzularimiz uchun ozgina harakat qilib ko'rsak yaxshi-ku. Yana kimda shunaqangi orzulari bor, ushalmay qo'ygan va ushaldi yoki hali ushalgani yo'q harakatda shu orzuga yetish uchun. Yozib oringlar, men sizlar bilan gaplashgim kelyapti. Masha prosnikka qoldiringlar. Eng qiziqlarini istoriyaga qo'yib boraman. Anonimga qoladi, ismlarini qo'ymayman, конечно. Zamonamiz zo'r, qaranglar. Bizdan diplom talab qilmayapti, boshqa iqtidoringiz bo'lsa o'zingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Ovozim yoqimli-a, nima deysizlar? O'shaning uchun borib ko'rdim. Oldin ham aytganman, shu haqda yosh turmushga chiqqanman-da. Juda ham 19 yosh, 18-19 yosh, juda ham yosh edim. O'shanda turmushga chiqib ketyapti turganimda, sizgina orzularim deb xafa bo'ldim. Shu na jurnalist bo'la oldim, na boshqa qila oldim debdi. Lekin o'sha paytda mendaqa telefonlar yo'q edi. O'sha paytda aytishganda, shoshmay turgan. Hali mendaqa telefonlar chiqadi, iPhone'lar chiqadi, Instagram'lar chiqadi, YouTube'lar chiqadi. Faoliyatingni yurgizaverasan, shoshmay tursang deb aytishganda shunchalik xafa bo'lmagan bo'larmidim. Alhamdulillah, Xudoga shukr, orzularim hammasiga bitta-bitta erishib boryapman. Shuncha imkoniyatlar bergan, alhamdulillah, Allohga beadad hamd sanolar aytaman. O'qituvchilikka o'qigandim, o'sha o'zim sohamda ham turmushga chiqqandan keyin qoyillatib ishlagan joyim yo'q edi. Sizgina deb yurdim. Mana men o'zimning sohamda, ya'ni stilist parikmaxrik, koloristlik sohasida o'qituvchi bo'lib ketdim. Baribir shunga tortib ketdi. Bekor ham o'qigan ekanman, o'qituvchilikka duvdim. Qonda bor onam o'qituvchi, baribir dadam vrach bo'lganlar. O'qituvchilikka nima deydi, layoqat bo'lgan o'zi, o'shaning uchun ham shu sohada ham ustoz bo'ldim. Va qolgan orzularim bitta ushalyapti, alhamdulillah, Xudoga shukr. Har doim har bitta o'tgan kunimdan minnatdor bo'laman o'shaning uchun. Hammalarni yaxshi ko'raman.